Aytsam, hammamizga, shu jumladan menga ham kuch-qudrat berilaringki, har kuni yangi g'oyalar, yangi rejalar, yangi muvaffaqiyatlar qo'l urishga to'g'ri kelyapti. Sizlar ilgarilab ketishga bizni majbur qildilaring. Shuning uchun yana bir marta men o'zim nomidan, xalqimiz nomidan sizlarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men yana bir marta sizlar bilan faxrlanaman va sizlarni mana shunday ota-onalaringni ko'rib, mana shunday, bilasizlarmi, ota-ona uchun eng katta baxt bu kunda mana shu yerda o'tirish. Ota-onani baxti nima? Farzandini kamolini ko'rish. Bilasizmi, palvonlarni tarbiya qilgan ota-onalarga men xalqim nomidan, o'zim nomidan alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Не связывайся с спортсменами, летальным может быть исход. Zamon ko'tarmaydi ukam o'zini bos, borishini qo'y kerak. Olimpiada oltin medal qo'yilgan maqsad, zina etap, disiplina rejim, надо в зале пахать, tuni kun mehnat, tegitili результат. Ko'tariladi bayroq, не сомневайся, понял, это Узбекистан, это моя родина. Bu territoriyada рождаются непобежденные, noldan ko'tarilgan absolyutniy chempionlar. Yig'ishtir bu hayp, masxara bozlikni, sanab o'tgan ishing bu sport turiga kirmaydi. Etiket, kultura unutmang hech qachon, sani xo'roz bo'lib qichqirishing qo'shni mahallaga chon. Haqiqiy sportsmen bu millatimiz yuzi, ota-ona va albatta vatanning faxri. Mana tanish ol, bu haqiqiy chempion, bu haqiqiy chempion, bu sana chempion. Uzbekistan, 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 Uzbekistan. Uzbek Tigers. Uzbek Tigers.